Kirigiz. Kirigiz eshik ochiq. Kirigiz ashum chiqqanchi. Yoki sabrlig'ing bitgan ishimi? Nega sen shunday qilanasan? Moda industriyasida qilolmisha, kuttirmisha yaramaydi. Ningdi tag'in moda. Motor kiyimlar yasav, sotuv ham reklama beruv industriyasi. Ko'rasizmi bu oq svetshotni? Bu sviter bit. Bu svetshot. Beg'o'ng'ayli kiyim. Kengda tugul, torda tugul. Yarar, xo'playim. Narsa uchun siz buni silaysiz? Biz kiyim crossing uyushtirishga tilaymiz. Bunda hazil ayberlarni yeyamiz. Anlari. Anlari kiyimlar bilan bo'lishamiz. Masalan, bu qora mantiya menga kelishmay, yemsiz. Akadeshin mana degan bo'lar. Kiyib qaragancha bilib bo'lmaydi. Aynur, zinhar chiqib turali. Qizlar, menga o'qirga kerak. Biroz kutib turig'iz hali. 50 narsanda kiyganchi, olganchi, men o'qib bitirgach, kiyingach, birinchi oy kiyimni kiygach, ham chiqib qo'ygach, dilasa narsa ishlagiz. Mening darslarim bitgach, yarayman. Zinhar. Narsa ishlarga kerak shunga? Tekst yozarga. Temasi sizga bitta kelishi. 21-asrda milliy kiyimlar bormi? Aydagiz, menga birinchi jumla qoldi. 21-asrda milliy kiyimlar albatta bor. Masalan, Davanining kulmagin kiyasin. Bu bo'la oversize. Kichkina qofoq shaqanchashga taqsan, bek zavqli aksessuar bo'lashaq. Bilasing kelsa, shu vaqtlarni hozir butun dunyo kiyib yuradi. Bu xotin qizlar ishi. Bizga narsa. Senga shopan, shuni kiyasin-da diskotekaga, kishini shoqqatirarga.